هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enfal tefsiri 25. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-Enfal suresinin 25. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Sizlerning aranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilanla cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Bilinglarki Allah'ның azabı qattiqdir. Umum yüzlük balo qazoga giribtor bo'lib qolishdan ogohlantirish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'min bandalarini sinash yuzasidan yomon ishlarni qilganlarga ve yaxshi ishni qilganlarga umum yüzlük keladigan osiylarga va gunoh qilganlarga xos bo'lib qolmay, balki yaxshi va yomon odamlarning hammasiga o'rtaq keladigan, uning kelishini to'sqili va ko'tarib etkil bo'lmaydigan balo qazodan ogohlantirdi. Bu haqda Imom Ahmad Mutarrifning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz Zubayriga: "Ey Zubayr, sizlarga nim bo'ldi? O'ldirilgan xalifaning qadrini qilmadinglar. Ondan uning qisosini talab qilib kelibsizlar" dedi. Zubayr radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Biz Payg'ambar alayhisalomning Abu Bakr, Umar va Osman radhiyallohu anhumlarning zamonida sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar" degan oyatni o'qiydik. Lekin biz o'rnimizni u balo qazoning ahli deb hisoblamaydik. Biz o'zimizni u balo qazoning ahli deb hisoblamaydik. Oxiri u bizdan sodir bo'ldi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sizlarning oranglardagi zulm qilganlarning beshiga kelish bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan zulm qilganlar bilan cheklanib qolmaydigan balo qazodan saqlaninglar. Ali ibn Abu Talha yana bir rivoyatda İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyatning tafsirida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh mu'minlarni o'z orasida yuz bergan yomon ishlarga qarab turmaslikka buyurdi. Agar undaq qilmasa, Allohning azobi ularga umum yuzlik keladi. Bu oyatga berilgan nihoyat yaxshi tafsirdir. Şunu bu ayet hakkında Mücahid mu? Eğer yaman işe qarab tursanglar, balo qazo sizlarga mi keldi dedi. Zahak, Yazid ibn Abu Hubayb ve bir qancha kishilarmi bu oyatni shundoq tafsir qilgan. İbn Jarir ibn Mas'udning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlardan hech odam qolmay balo qazoga duchor bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlarga Alloh tarafidan bir turlik sinoqdir. Sizlardan qaysinglar panoh tilasa, Alloh taologa sig'inib, balo qazolarning sababidan izib ketishdan panoh tilsin."
gerçi bu hitap sahabalara qartilgan bolsa-mu, u sahabalarni ve başqalarni umumyüzlük agahlandırdı. Bunun mazmunini fitne ve bala qazadan saqlanish haqida kelgan nurg'un hadislar ochiq ko'rsatib berdi. Ölümalarmu bu vaqtda alohida to'xtalgan. Uning ichida eng nuqtaliq bo'lgani Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisdir. U Hudayfa ibn Yamanidan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, sizlar cho'qim yaxshilikqa buyursizlar, yomonlikdan to'siysizlar. Agar unda qilmasanglar, Allah öz dergahidan sizlarga azob avatidi. Ondan sizlar Allohning azobini ustinglardan ko'tarib yetishni tilab albatta duo qilasizlar. Biroq Allah sizlarning bu duoyinglarni ijobat qilmaydi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Imom Ahmad Abu Raqodining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men xo'jayinim bilan birga chiqib Hudayfaning qishig'iga barsam, u mundaq deyotgan ekan. Bir so'z bor bo'lib, agar bir odam u so'zni payg'ambar alayhisalomning zamonasida so'zlasa, munofiq bo'lib qoladi. Shak shubhisizki, men u so'zni sizlarning biringlardan bir o'ltirishda 4 qitim anglab o'taman. Sizlar cho'qim yaxshilikqa buyurishinglar, yomonlikdan to'sishinglar va yaxshi ishga qiziqtirishinglar kerak. Unda qilmaganinglarda Alloh cho'qim sizlarning hammanglarni azob bilan halok qildi. Yoki sizlarga sizlarning ichinglardagi eng eski odamni boshliq qilib qo'ydi. Ondan sizlarning ichinglardagi yaxshi odamlar Alloh taolaga duo qildi. Biroq ularning duosi ijobat qilinmaydi. İmam Ahmad Nu'man ibn Bashir radiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, u xutba o'qib etib, ikki barmoqi bilan ikki qo'liga ishorat qilib turib, men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini angladim dedi. Alloh taolaning belgilagan chek-chegiralariga kelib to'xtagan kishi, bu chek-chegirlardan o'tib ketgan kishi va bu chek-chegirlarga hiyli ishlatgan kishilarning misoli bir kiyimiga o'ltirgan odamlarning misoli o'xshaydi. Ularning ba'zilari kiyimining eng tegiga, eng qattiq va nachar yeriga o'rinlashadi va ba'zilar kiyimining ustiga o'rinlashadi. Kiyimining tegiga o'rinlashganlar suv olmoqchi bo'lib, yuqoridagilarning yenidan o'tganda ularga aziyat yetkazadi. Shuning bilan ular agar biz o'z o'rnimizda turib kiyimini tishib shu yerdan suv olgan bo'lsak, ustimizdagilarga aziyat yetkazmaydiq deydi. Agar ustidagilar ostidagilarning bu ishiga yo'l qo'ysa, ularning hammasi biroqla halok bo'ladi. Agar ular ostidagilarning qo'llarini tutib olsa, ularning hammasi biroqla nijot topadi. Bu hadisni İmam Buxoriy va Tirmiziy rivoyat qilgan. İmam Ahmad payg'ambar alayhisalomning ayoli Salima radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar ummatim ichida gunohkorlar yayrab ketsa, ularga o'z dargohidan umumyuzlik azob avatiman. Azob avatidu. Men ey Allohning payg'ambari, ularning ichida yaxshi kishilarmi yo'qmi? Yaxshi kishilar yo'qmi dedim. Payg'ambar alayhisalom ba dedi. Men ular qanday qiladi dedim. Payg'ambar alayhisalom ularga gunohkor odamlarga yetgan azob yetadi. Ondan ular oxiratda Alloh taolaning mag'firati va roziligiga erishadi dedi. Yana Imom Ahmad Jarirdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Aralarida gunoh qilganlarni to'sa oladigan 100 obro'liq va kuchli kishilar turug'liq, gunohlar qilinaveradigan
Ondan ular günah qilganlarni to'smaydigan biror qavm yo'q. Biror qavm yo'q. Agar shunda qavm bo'lib qolsa, Allah ularga umumyuzlik azob avatadi. Hadisni Ibn Majah rivoyat qilgan. Yad etinglarki, o'z vaqtida sizlar Makka zaminida oz sonliq bo'lib, bo'za qilingan edinglar. Kishilar, ya'ni mushriklarning talon-taroj qilishidan qo'rqatdinglar. Shukr qilishinglar uchun Alloh sizlarni Madinada yerlashtirdi. Badr urushida o'z yardım bilan sizlarni kuchlantirdi. Sizlarga halol narsalar, ya'ni g'animatlarni rizq qilib berdi. Musulmonlarga ularning ilgari xorlanganligini, bo'za qilinganligini, keyin erishgan kuch-quvvat va g'alabini eslatish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'min bandalarga ato qilgan ne'matlarni va yaxshiliklarni eslatib o'tdi. Ular ilgari oz edi. Alloh ularning sepini kuchaytirib berdi. Ular burun bo'za qilinadi. Düşmanlardan qo'rqatdi. Alloh ularni bu ne'matlarga shukr qilishga tavsiya qildi. Ular Alloh taologa itoat qilib, uning barliq amr farmonlariga chin yepishdi. Mana bu mu'minlarning holatidir. Ular Makkadagi chaqda soni oz, yoshirin edi. Ezilishga duchor bo'ladi. Ular Alloh taoloning boshqa zaminlardagi mushrik, ateşperest ve Hristiyan qatarlıqlarının bulan-talan qilishidin qo'rqatdi. Ularning hammasi musulmonlarning soni az ve kuchsiz bo'lganligi uchun musulmonlarga dushmanlik qiladi. Musulmonlarning ahvoli ana shunda qiyin holatda davom qildi. Oxir Allah ularning Madinaga hijrat qilishiga ruxsat qildi ve ularni Madinaga yerlashtirdi. Allah Madina ahlini hicret qilib kelgan musulmonlarga joy berishga muyassar qildi. Ular muhojirlarga Badr urushida va boshqa urushlarda yordam qildi. Ularni mol mulkiga shirik qildi. Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilish yo'lida qimmatli jonlarini fido qildi. Qatada ibn Daama Sudaysi Allah Teala'nın yad etinglarki öz vaqtida sizlar Makka zaminida ozsonliq bo'lib bo'za qilingan edinglar degan oyat haqida mundaq deydi. Bu qabila, ya'ni Makka ahli Arab xalqi ichida eng xorlanadigan, turmushi eng nachar, ocharchilikqa ko'p duchor bo'ladigan, aç yalang'och qoladigan va eng ro'shan ozg'unlik ichida qolgan kishilar edi. Ulardan yashaganlari jafo mushaqqat bilan hayot kechiradi. O'lganlari do'zaxga tushadi. Ular boshqalar tarafidan bo'za qilinib turadi. Boshqalarni bo'za qila olmaydi. Alloh taolaning nomi bilan qasamki, şu kunda yashayotgan zamin ahlidan ulardan nachar turmush kechirgan biror qabilani bilmaymiz. Oxiri Alloh taolo ularga islomni nasib qildi. Islom orqali ularni yurtlarga ega qildi, rizqni keng qildi. Islom orqali ularni insonlarga hukmronlik qiladigan podshohlar qildi. Alloh sizlarga islom orqali ko'zinglar ko'rib turayotgan ne'matlarni ato qildi. Alloh taolaning bu ne'matlarga shukr qilinglar. Shak shubhisizki Rabbinglar ne'mat ato qilg'uchidir. Shukr qilg'uchilarni yaxshi ko'rdi. Shukr qilg'uchilar Alloh taolaning dargohida texmi ortiq ne'matlarga erishadi. Ey mu'minlar, Allohga payg'ambarga xiyonat qilmanglar. Sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir.
Allah'ның dərgahida çoğ savab var. Bu ayetning nozil bo'lish sababi va xiyonat qilishdan to'sish to'g'risida. İmam Buxoriy va Muslim Hatib ibn Abu Balta'ning qissasini mundaq bayon qiladi. Makka fathi qilingan yili u Qurayshlarga xat yozib, xatida ularga payg'ambar alayhisalomning Makkaga qo'shin tortib kelayotganligini ma'lum qiladi. Alloh payg'ambarini bu ahvoldan xabardor qildi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom xatning orqadan odam avatib, xatni qaytirib keldi va Hatibni chaqirib keldi. Hatib qilgan bu ishini iqror qildi. Shuning bilan Umar o'rnidan turib, "Ey Allohning payg'ambari, men uning gadiniga chopmaymi? U haqiqatan Allohga, uning payg'ambariga va mu'minlarga xiyonat qildi" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga chiqilmagan, chunki u haqiqatan Badr urushi qatnashdi. Sen nima bilasan? Alloh Badr urushi qatnashganlardan xabar tepib, xalqininglarni qilinglar, men sizlarni haqiqatan mag'firat qildim degan bo'lishi mumkin dedi. Men, ya'ni Ibn Kasir mundaq deb qarayman. Gerçi bu ayet xususiy sabab bilan nozil bo'lgan bo'lsa-mu, biroq uning hukmi umumidir. Ko'p sondagi ulamolar bu oyatning xos hukmini emas, umumiy hukmini tutib keldi. Xiyonat qilish bo'lsa, o'ziga va boshqalarga ziyon keltiradigan barliq cho'ng va kichik gunohlarni o'z ichiga oladi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning sizlarga qo'yilgan omonatlarga bilib turib xiyonat qilmanglar degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Omonat Alloh taolo bandalarining ustiga qo'ygan farz amallardir. Xiyonat qilmanglar, ya'ni omonatni o'z joyida o'rinlanglar. Abdurrahman ibn Zayd mundaq deydi. Allah sizlarni xuddi munofiqlar qilgandek Allohga va uning payg'ambariga xiyonat qilishdan to'sdi. Bilinglarki, sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlar uchun bir turlik sinoqdir. Ya'ni bu Alloh tarafidan sizlarga qilingan bir turlik sinoq va imtihondir. Chunki Alloh sizlarning bu ne'matlar uchun Alloh taologa shukr qiladiganligingizni va uningga bo'ysundiganligingizni yoki sizlarning ne'matlar bilan bo'lib ketib, Allohni yaxshi ko'rishning o'rniga şu ne'matlarni yaxshi ko'rib ketishinglarni bilish uchun bu ne'matlarni sizlarga berdi. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan: sizlarning mollaringlar, ballaringlar sizlarga Alloh tarafidan bir turlik sinoqdir. Allohning dargohida katta savob bor. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Ey mu'minlar, ballaringlar, mollaringlar va ballaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatlaridan g'aflat qoldirmasin. Kimlarki shunday qiladi ekan, ular ziyon tortquchilardir. Ey mu'minlar, sizlarning ayollaringlardan, ballaringlardan sizlarga dushman bo'ladiganlarimi bor, ulardan ehtiyot qilinglar. Allohning dargohida cho'ng savob bor. Ya'ni Allah Teala'nın savobi, ne'matlari va jannatlari sizlar uchun mollardan, balalardan yaxshidir. Chunki ularning ichidan sizlarga dushman bo'ladiganlarmi bor. Ularning ko'pinchisi sizlardan hech narsani behojat qila olmaydi. Alloh pokdir. U o'z mulkida xohlagancha tasarruf qilguchidir. Dünya ve ahiretinin egisidir. Kıyamet günü onun dergahida katta savab var. İmam Müslim Peygamber Aleyhisselam'ın mundaq deganligini rivayet kıldı. Üç türlük iş bulup, kimde bu üç türlük iş yapılsa, bu kişi imanının təmini tetiye alaydı. Bula Allah ve onun peygamberini həmmə nərsinin artıq yaxşı görüş. Birer adamını yaxşı görsə, onu faqat Allah Teala razılıq üçünla yaxşı görüş. Allah küfürlükten qutquzgandan keyin
kufrga qaytishdan xuddi o'tqa tashlanishdan qo'rqqandek qo'rqish qatorliqlardir. Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rishni, ballarni, mol-mulklarni, o'z jonlarini yaxshi ko'rishdanmi yuqori o'ringa qo'yish kerak. Bu haqda Imom Buxoriy Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening jinim ilkida bo'lgan zot Allohning nomi bilan qasamki, sizlarning biringlarga men uning jinidan, balı chaqillardan, mol mulklardan va butun insonlardan suyimlik bo'lmaguncha u mu'min bo'la olmaydi. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi, sizlarga mag'firat qiladi. Allah katta fazl egasidir. Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Suddi, Ikrima, Zahhak, Qatada, Muqatil, Ibn Hayyan va bir qancha kishilar mundaq dedi. Allah sizlarga chiqish yo'li ato qiladi dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma yana bir rivoyatda Allah sizlarga nijotlik ato qiladi dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma boshqa bir rivoyatda Allah sizlarga g'alaba ato qiladi dedi. Muhammad ibn Ishaq Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi dedi. Ibn Ishaqning bu tafsiri yuqoridagi tafsirshunoslar qilgan tafsirning mazmunining hammani o'z ichiga oladi. Chunki kim Allohning buyruqlarini o'rinlash, to'sqan ishlaridan yenish orqali Alloh taoladan qo'rqsa, Allah uningga haq bilan botilni tonishda muvaffaqiyat ato qiladi. Ayni shu uning g'alabiga erishganligi nijotlik va dunyoning ishlaridan chiqish yo'li topganligidir. Qiyomat kuni baxt saodatga erishganligidir. Allah uning gunohlarini kechirdi. Ayiblarini kishilardan yoshirdi. Shuning uchun u Allah Taolaning katta savobiga erishdi. Bu vaqtda Allah Taolo mundaq deydi: Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhisalomga iymon etinglar. Allah sizlarga rahmatidan ikki hissa berdi. Sizlar oxiratda pil siratda mangadigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Allah bakmu mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Alhamdulillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Sura Al-Anfal tafsiridan 29 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimli o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.